prirodadan shunaqangi zo'r joydan dachi so'raganlar uchun mana manzarani shunaqangi eng zo'ridan topib qo'yganman. Kapchanda o'tirib polni tog'i tomosha qilasiz. Ustol ustida o'tirib suhbatlashib ham tog'i tomosha qilasiz. Bu stolni tennis. Mana bu zeleniy zonani qarang. Dachani ko'rinishini ko'ryapsizlarmi? Naqd 12 kishini bemalol o'z ichiga qabul qilgan dachamizda basseynlarimiz yozgi basseyn 10ga 5 arg'imchoqli qo'yib qo'yilgan. Bu tomonimizda ham tapchan qo'yib qo'yilgan. Ayollar bilan mana oila bilan kelsangiz, ayollar bu yerda o'tirsa, erkaklar bu tomonda o'tirishga hamma sharoitlarimiz bor, qozonchoq hammasi bor. Glavnisi dachamizda saunasi bor. Mana bu sauna, sanuzul, kichkina 5 kuch basseynlarimiz bor. Ichkarida sharoitni hammasini tushuntirib beraman sizlarga. Dachani ikkinchi qavatdan ko'rinayotgan manzarani ko'ryapsizlarmi? Dachamiz ikkinchi qavat terrasasidami? Polni manzara ko'rinib turadi. Dachamizning ikkinchi qavatida 4 spalni sanuzulimiz bor. Xo'p, birinchi spalni 3 kishilik qavat qo'yib qo'yilgan. Ikkinchi spalnimizda 2 spalni oynaga qaragan. Xo'p, bu yerda ham spalnimiz bor va bu yerda ham spalni общий sanuzulimiz bor.